Shunaqa nejniy makiyaj qiladigan qizlarimiz uchun nejniy boks yig'amiz. Bunaqa makiyaj qiladigan qizlarimiz plotniy ton ishlatishmaydi, lёгкий kushon o'zi yetadi. Brillarni uzun qilib, qayirib, lekin naturalniy bo'yaydigan metall tushimiz ham ortiqchalik qilmaydi. Nejniy strelka chizish uchun ingichka podvodka bilan bejevый kayal обязательно kerak. Yuzdagi problemalarni yopish uchun konsiler, ko'zdagi qorayishlarni ham, qizarish yoki ugrilarni ham berkitib beradi. Tonimiz сияющий bo'lgani uchun yuz yog'lanishi mumkin. Shularni oldini olish uchun motiruющая salfetka. E'tibor bergan bo'lsangiz, bunaqa nejniy makiyajlarda qizlarning labi har doim увлажненный bo'lib turadi. Bunaqa makiyaj rumyanasiz umuman o'xshamaydi deb o'ylayman. Bitta paletkada ham kremovaya, ham suxoy rumyana. Kichkinagina tenimizning asalligini qarang, o'rtasidagini даже highlighter qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Shunaqa mini qosh uchun fiksator. Обязательно lab uchun tint. Ranglari rosa ham xadavoy, yeb ichganingizda ham даже o'chib ketmaydi. Hamma qizlar menimcha настроениyaga qarab pomadani o'zgartirishadi. Shunaqa holatlar uchun ikkitasi bittada bo'lgan blesk va matovaya pomada. Shunaqa nejniy asal naborimiz tayyor bo'ldi. Zakaz qilish uchun direkt yozing.